60. sual. Assalamu alaykum ustoz. Mening 3 savolim bor edi. Birinchi, er kishining milida ayol kishining haqqi bormi? Javob: alaykum assalom. Yo'q. Ikkinchi savol. Er kishining zakot bergidek mol-mulki bo'lsa, ayolining o'z oldiga pul meli bo'lmasa, boshqalar bergan zakotni qabul qilish durust bo'lamdi? Javob: boy eri noahlilik qilib ayolni boqmasa, ayol nafiq da'vos qiladi. Da'vodinmi haqqini ala olmasa, erni sud yoki jamoatchilik odam qila olmasa, u chaqda ayol ehtiyojini qamdag'idek miqdorda zakot olsa bo'ladi. 3-savol. Hozir vatanda qolganlar namoz, roza, Qur'on o'qish degandek amal ibodatlarni qila olmayotdi. Shu sababdan vatanda qilib qolgan ota-onamiz hayot turuq holatida biz namoz, Qur'on o'qish, roza tutish qatorliq ibodatlarni ularga atab qilsak durust bo'lamdi? Javob: İmam Kasani mundaq deydi: roza tutib, namoz o'qib yoki sadiq qilib, uning savobini o'lganlarga yoki tiriklarga atsa joiz. Ahli sunnat val jamoa nazarida uning savobi ularga yetadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ikki qo'chqardan birini o'zi uchun, yana birini ummatining qurbonlik qilolmaganlar uchun qurbonlik qilgan. Kasani Bada'ius Sanaa 5-tom 335-bet.